Diyor dublyaj taqdim etadi. Ushbu video hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmoqchi emas. Bu yana qanaqa bu? Ma, ilib ol. Va yebamsan, bitta tayoq bilan yeymanmi? Uni sindirish kerak, yebam. Tushunarli. IQ. Yebani, haromiy ish xohlaysanmi? Unda uni qizil idishdagi narsani ye. Albatta. Haromni hozir yeb ko'ramiz. Yebani, axir bu Gastrit. ovqatingni ber. Bu harom narsani senga ham sevib beraman. Hammaga salom yebani. Tak, bugun qiladigan ishimiz pizdes ovqat pishirish haqida. Dalbayoblar. Buni pishirmaysan degan umiddaman. Shuni. Voy pidaras. Birinchi o'rinda biz balig'i yebanilik boshqamay tozalashimiz kerak. Hech qanaqa ko'tlilarsiz. Bili. Короче, pizdes bo'lish kerak. Tak boshladik. Jallod, men buni qila olmayman. Bu menga yigitim eslatyapti. Qanaqroq turibdi yiban? Yigitingga ham o'zingga ham qo'yganim bor. Talpa yo'q. Ne qo'yasiz? Sen hozir kim bilan gaplashayotganingni bilib olsanmi, qanjaq? Bu baliqdan kaltaydi shunaqa. Voy jallod, berashgami ber. Dina kofe. Kofe haqida nimani bilasiz? Bu oddiy kofe emas. Iliq munosabatlar va shuni o'rgatadigan kasbdir. Menga esa choy yoqadi. Dalboyob choy ham yaxshi hisoblanadi. Yibani sut bilan. Surna qo'ybatdan. Musorlarni yig'ishtiringlar yibarlar. Biz dengizga boramiz. Bormayman, mobiy qizlarga allergiyam bor. Jalabchala, men aytmasdan sayohatni rejalashtiryaptimi? Voy, men dengizga borgim kelyapti. Qaysidir ko'tlamani chaqirarmikin? O'zingni namyokni tushunmagandek qabul qil. Если принесите молоко, tvorog. Davay hammanglar. Hamma suyunlarni bizga sotib olamiz. Yibani plyaj. Qo'y, nimaga? Rostdan ham plyajda shuncha yibanlar bor, dalbayob. Joydan mes topish mumkin. Sani menga o'xshaganmi? Yoki bo'lmasam surfing. Unda meni oldimdan dinna qo'yib olaylik. Zayba, yibani qaranglar, nima qila olaman? Davomi bor. Bizani kanalga o'tib buni bo'lsangiz, davomini chiqaraman.